Alloh aytayapti, "Oy, ogoh bo'l bandam, qiyomat hazil mutoyiba emas. Odamlarni ko'rasan, vatoron nasa sukara." Alloh aytayapti, ogoh bo'laylik. Voy bandalarim, hushyor bo'linglar. U kunda odamlar mas'alas bo'lib qoladi qiyomatda zilzilasidan. Ular ichib mast bo'lganlar emas, va ma hum bisukara. Ular ichib mast bo'lganlar emas. Walakinna azaballohi shadid. Allohning azobini qattiqligidan o'zi bilan o'zi ovora bo'lib, ona bolasidan voz kechadi. Ota menga yaqinlashma deydi, sani deb shu kunga tushdim deydi. Shu kunda kimga nima asqotadi? Odamlar asqotmaydi biz uchun. Biz uchun odamlarni deb emas, Robbimiz uchun deb qilgan taqvoyimiz u kunda bizga inshaalloh soyabon bo'ladi. Alloh qolgan umrimizni, qolgan ishlarimizni, qolgan ana shunday hayotimizni Alloh taolo uchungina bo'ladigan taqvo bilan o'tkazmoqlik baxtini Alloh hammamizga muvaffaq aylasin.